Bugungi videoda sizlar bilan Minecraftda Izur olamiga portal ochib ko'ramiz va videoda qanaqa qiziqarli voqealar bo'lishini sizlar bilan bo'lishib o'taman. Unda o'z kanalga obuna va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Qani unda boshladik. Okey, mana men Meryam ochib oldim. Endi esa biz o'zimizga berilgan narsalar ko'ramiz. Okey, birinchi biz mana bu inventarimizdagi kitobni ko'ramiz. Izur Guidebook, ya'ni bu Izur olamining kitobi. Okey, bu yerda kattagan rasm, ya'ni o'tadigan qanaqa manzarasi bor va bu yerda xush kelibsiz deb yana bir narsalar yozib qo'yibdi. Tarjima qilishga erinayapman, serios. Okey, endi artefaktlar menusi, ya'ni biz bu yerga to'plagan narsalarimizni qo'yamiz shakliga qarab. Okey, endi esa sandiqdan o'zimizga kerak narsalar olamiz. Okey, bu yerda 10 obsidian, yotoq, qilich, kirka, bolta, sheet va loyiq kiyim va non bor ekan. Okey, bular bizga kerak bo'ladi. Hozircha bu ikkalasini kerak emas, shunga chekkaga qo'yib turamiz. Okey. Endi esa borib o'zimizga ana olishimiz kerak, daraxt. Okey, bizda mana oyoq kiyim rangi o'zgaribdi. Okey, obunachilar, endi borib tezroq daraxt yig'ib, keyin nezerga borish kerak. Okey, mana bu yerdan o'tamiz. Tushib ketdim. Necha endi mana bu daraxtlardan olishimiz kerak. Mana barglarim olinib ketdi. Okey, bularni olamiz tez-tez. Bizga ko'p kerak bo'ladi hali. Okey, mana shu oxirgisi edi. Okey, ketdik. Endi borib nezir olamiga o'tadigan yo'l qilishimiz kerak. Sakradim. Yo. Endi parkurchi chiqmaydi. Okey, ketdik. Tezroq borib olib, o'sha spam bo'lgan joyimizdan takoy portal qursak bo'ladi. Okey. Hali tosh ham yig'ishimiz kerak, bizga suv kerak bo'ladi hali ko'p. Okey. Mana bu yerda mana bu ko'mir bor ekan. Yo, temir ham bor ekan, yig'ishib olamiz tez-tez. Okey, ko'mir shu yetadi o'ylashimcha, kam emas. Tepaga chiqib, boyagi temirni ham olamiz. Yo'q, shunda okey, temir nechta ekan bitta bo'lmasunda? Ko'mirmi? Okey, men ko'mir adashib paydo bo'lib qolgandir. U temir olamiz. Okey, nechta olganim esimdan chiqib ketdi. O'ylashimcha bir 5 tadek chiqdi deb o'ylayman. O'sha toshlarni ham olamiz, kerak bo'ladi. Okey, o'ylashimcha shu yetadi. Endi tezroq nezir portal qurib narsalar olib kelishimiz kerak. Yani yonadigan blok, nomi ham esimda yo'q. Okey, bularni taxtaga aylantirib olamiz. Bizga 24 ta asoscha kerak, qolgani qolib tursin. Obsidian mashidan qurib boshlaymiz. Bu yerga keyin obsidian. Okey, tezroq. Bu creeper kelyapti. Qochib portlab ketma. Balandroqdan qursam bo'lar ekan. Okey. Jalil yomg'ir tezroq tugatish kerak ham bo'lar. Ikkita prям bor, er-xotin kelyapti. Tez tugatish kerak bularni. Okey. Vizorga o'tamiz. Yo'q, vizorga. Okey. Hech kim ko'rmadi, okey. O'z skeletlar yonib ketadi. Nihoyat o'zidan-o'zi yomg'ir to'xtadi. Hozir men mana bu skelet bilan creeperni u yerdan uzoqlashtirishim kerak. Okey. Turganingni barakat. Okey, ular orqada qolib ketdi. Endi biz nezir portalni oxirigacha yetkazib bo'ladi. Okey. Ikkita oxirgisi bu oxirgi damlar va bu yerga buni ham oxiriga yetkazib qo'yamiz. Qayerdan? Mana. Bo'ldi, endi biz buni aktivirat qilishimiz uchun bizda jajigalka yo'q. Bizda temir bor, to'g'ri, lekin gravel kerak bizga hozir. Gravel, okey, gravel tarafda edi. Olib kelamiz. Ana yerda gravel bor ekan, olamiz. Okey, shundan tushish kerak edi. Bittada tushirdim. Qanday zo'r odamman, bittada. Okey, ketdi endi. Tosh tepdan palagan.
Jajgalka yasaymizga ketdik. Tezroq Nezerga borib boyagi topib kelish kerak, yaltiroq blokdan. Okey, bizga hozir bu yerga spawn point qo'yamiz. Endi bitta vestak yasab olamiz. Okey, vestakdan yasaymiz. Nomi nima edi? Pechka. Bu yerga endi esa pechka yasab olamiz. O'yin addi shu qo'tyapti bor-ku. Normalni mabiga qo'yamiz ikkita legendarnini. Endi pechkadan temirni eritib Kutamiz endi. Okey, eritib endi biz bundan jajgalka yasaymiz. Okey, buni qaysi birinchi qo'yardi? Okey, buni qo'yadi. Va endi biz laser portalni ochamiz. 1 2 3 Wow, qotish. Wow. Mayli, farqi yo'q, endi kirib ketamiz endi. Go. Endi kiramiz. Xo'sh. Kiryapmiz. Sabr qilamiz, kirarmiz kun. Okey. Bir yil deganda kirdik va qanaqadir biyomda paydo bo'ldik. Mana bu o'lgan gaslarning suyaklari bor ekan, ularni olamiz. Okey, kerak bo'ladi bular. Skelet o'g'otdimi? Ikkita ekan palagat, o'zi jonim kam. Yo, o'tma. Palagat, tirolmoqchi edim pastga. Mayli, boshqatdan kiramiz. Shu skeletlar ham tushasib ketaverdi bor-ku. Okey, men yana qaytib keldim va endi skeletlar bilan urushib, qochib ketishim kerak. Va nihoyat bu tarafga o'tib oldik. Endi biz bu yerda o'lib qolmasligimiz kerak. Yana hujum qilib qolmasam, mabiga o'tirib, ovqat yemasam, jonim 1.5 ta qopti palagat. Okey. Bir nima yemasak bo'lmaydi. Osh to'ldirib oldik. Mayda pingli, hali ham oyog'imda tilla oyoq kiyim borda. Ketdik endi boyagi yonadigan chiroq blokni topishimiz kerak. Cho'za chiroq mablag' olamiz. Savdo qilishga kerak bo'ladi. Okey, yaxshi. Bu yerda ko'p ekan. Hammasini oldim. Ketdik endi qidirib topish kerak. Okey, endi biz bu bloklarni buzib olishimiz kerak. Bizga demak, bunday hisoblasak, pashli 12 ta to'liq blok kerak bo'ladi. Hozir bundan kun tushadi. Shu kunni birlashtirib 12 tani yasab olishimiz kerak blokda. Okey, o'ylashimcha hammasini yig'ib oldim. Bu tepada ham o'zgina qolibdi, o'shalarni ham yig'ib olsam yaxshi bo'ladi. Okey. Qolmadi, o'ylashimcha barchasini yig'ib oldik. Endi blokka aylantirib olsak bo'ladi. Okey, bizga 12 ta kun beribdi. Endi bu kunlardan yasab olamiz. Sal teparoq chiqib olay. Bo'ldi, mayli. Chiqib olaylik. Bironta skelet kelib urib qolsa, kerak bo'lmay qolar ekan. Shu yetadi o'ylashimcha. Boshqa qolmagan tepada 62 ta 64 ta bo'lishi kerak edi. Chunki sindirganmiz endi hisoblab qarasak, hali bironta kam bergandir. Endi biz boshladik 6 7 8 9 10 15 ta ikkita ortib qoldi. Okey, bo'laveradi. Endi biz qaytib ketishimiz kerak. Qaytib ketayotganimizda oldin bilan savdolashib olamiz. Qanday ping topib olaydi. Yo, mana bu tojlisi bilan qurol ekan, mana butunni olib oladi. Oltinlar bilan savdolashamiz. O'ziga savob. Okey. Bo'ldik, endi bo'ladi. Endi bitta vestaga solamiz, chunki biz o'zimizning vestagimiz haqiqiy olamda qolib ketgan. Okey, vestaga soldik, buni qo'yamiz. Endi oltin yasab olishimiz kerak. Xo'sh, oltinni qaysi biridan yasardi? Buni amal berdi ekan, 8 vestaga bo'lar ekan. Okey, mayli, bo'laveradi bizga. 8 ta. Okey, endi biz savdolashamiz. Buni olib olaman. Okey, qani boyagi tojli mana. Keling, siz bilan savdolashamiz.
Okey, menga qarang, tojich bor ekan, okey. Bironta kerak narsa bering menga, please. Ma bu, voy, bu to'xtay, tezroq ber, o'lib qolaman tez bu. Gaz o'tdi, yo. Normal narsa bera olmadi, o'lyapman deganimda savdolashmoqchi edim. Bu ham happy gazam joyida keldi-da, falokat. Olamim lagi bo'lib yotibdi. Ko'rdilar, halam qotgan. Okey, mayli uxlayveramiz. Okey. Dush o'tyapti bor-ku, endi hozir sizlar bilan turib, boyagi portalni ochish uchun joy yasaymiz teparoqdan. Okey, bo'ldi. O'ylashimcha yaxshi chiqdi. Xo'sh, mana bu yerda zombi kelyapti. O'ldirib tashlaymiz. Toji bor ekan buni ham, yo, yaxshi. Qo'tyapti-da. Okey, hech nima qilmaydi, o'ldirib tashlaymiz. Okey, faqat go'sht berdimi, toj bermaydimi? Okey, endi biz narsa quramiz. Ana shu yerdan sal teparoqdan portal quramiz. Xo'sh, mana bu taxtalarni olamiz, keyin yana taxta yasab olamiz. Xo'sh, addishi bu taraf endi zerkarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun kanalga obuna, videoga like bosib qo'yinglar. Okey, boshladim men. Okey, men bu yerda qurib bo'ldim. Mana ko'rib turganingizdek, endi esa biz portal quramiz sizlar bilan. Okey, bu bloklarni bu yerga olib, qo'ygan bloklardan qurib boshladim. Okey, bu yerga bitta, ikkita. Iloji boricha men buzib qo'ymasligim kerak. Buzib qo'ysam, keyin qaytadan yasay olmayman. Xo'sh, tak. 3 ta bo'lim. Yana bitta, endi bunday shitad dushi xalaq beryapti-da. Okey, mayli o'tamiz. Buni tepadan qo'yib olaman. Da, bo'ldi. Biz portalni qurdik. Endi bizga suv kerak bo'ladi. Ya'ni boyagi temir pechkamda bor edi, eritishga qo'yib ezra ketgandim. Xo'sh, mana erib bo'pti. Endi shunday chelak yasaveramiz. Xo'sh. O'ylashimcha bitta chelak yetib ortadi buni bu yoqqa. Ketdiganda u yerda daryodan bitta suv olamiz. Okey, как раз mana bu yerda bor ekan, shundan olib, sizlar bilan eng hayajonli joyi portal ochamiz. Shunisiga nimaga tepadan qurdinglar desa, bironta mob kelganda portlab ketmasligi uchun. Qani ketdik. Xo'sh, bam. Voy, ochildi. Buni chiroyliligini. Obunachilar, men vanihoyat men o'sha izir olamga o'tadigan portalni ochdim. Endi esa go'yinda ichiga kirib ko'ramiz, nimalar bor ekan. Undan oldin mana bu yerga kerak narsalar qo'yib ketay. Babi kerak bo'lmaydi endi bular. Xo'sh, bular bu. Okey. Qolganlarni burchakka taxlab qo'yamiz. Xo'sh. Bunda bu kerak bo'lmaydi. Bu olamiz chunki biz boshqa olamga o'tyapmiz. Bu ham bular chekkadan taxlab. Xo'sh, bu ham kerak bo'lmaydi. Ketdik, biz tayyormiz o'sha yangi olamga o'tishga. Ketdik. Shu joyda kanalga obuna, videoga like bosib qo'yinglar. Qani, go. Okey, o'tyapmiz. Voy, buni. Shalam kiryapti, endi kiryapti. Okey. Hayajonli lahzalar, qani bizda o'xsharmikan yoki-da oddiy merga qaytib qolamizmi? Okey, obunachilar, men videoni shu joyda to'xtataman. Keyingi video ikkinchi qismda bo'ladi. Ya'ni Izroil nomida sarguzashtlar. Agar videoning davomi sizlarga qiziq bo'lsa yoki shu mod kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib qo'yasizlar. Ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.